Agar falon ishlarim oson bitsa, yil oxirigacha o'zingni roziliging uchun 40 ta xatm Qur'on qilaman desa, shu nazr bo'lib qoladimi? Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Demak, bu savol so'raydigan azizimiz 40 ta xatm bir ishlari bitsa 40 ta xatm qilishga nazr qilyaptilar. Endi nazr qilish degani bir inson meni zimmamga nazr bo'lsin, lillahi alayya arabda kalimalarda lillahi alayya Alloh uchun meni zimmamda shu narsa bor deb aytsa deyiladi. Bizda nazr qildim so'zini ham ishlatish mumkin. Nazrni ishlatmasdan ham nazr bo'lishi mumkin. Demak, nazr bo'layotgan narsa bir vojib narsa, uni misolida, uni ro'parasida vojib narsa turishi kerak. Misol uchun namoz o'qishda nazr qilsa nazr bo'ladi, chunki farz namoz bor. Xuddi shunday. Sadaqa qilishda nazr qilsa nazr bo'ladi, chunki unda zakot bor, misol uchun. Endi xatm Qur'onni ro'parasida farz bo'lgan, Qur'on o'qilishi farz bo'lgan bir holat yo'q. Namozda bor to'g'ri, lekin u namozdagi holat faqat. Shuning uchun ulamolarimiz kitoblarida agar bir kishi xatm Qur'on qilaman deb nazr qilsa, unga hech narsa vojib bo'lmaydi deydilar. Bu bir qancha kitoblarimizda zikr qilingan, fiqhiy kitoblarda shu narsa zikr qilingan. Demak, bu holatda o'sha 40 ta xatm qilaman deganlari nazr bo'lmagan, nazr bog'lanmagan bu yerda. Mayli qo'llaridan kelganlaricha xatm qilsinlar. 40 ta bo'lmasa 10 ta qiladilar yoki 5 ta qiladilar. Qo'llaridan kelgancha xatm qilsinlar, lekin aynan 40 ta qilishlari vojib bo'lmaydi. 40 ta qila olmasalar gunohkor ham bo'lmaydilar. Bu shu bizning fiqhiy kitoblarimizda bayon qilingan. Allohu a'lam bis-savob.